Ağabek. Qalaysiz? Qanaysan? Ya, necasin gaga? Assalomu alaykum. Salom. Nasıl? Assalomu alaykum. Ya, ana olim. Aka, suyimsiz. Rahmat. Bir sraz efir qilib yuboring. Yaxshi yetib kelib oldinglar. Bu sovuq yo'q qopdi-yu. Azik Fayzul Life. Kechirasiz. Hormaylar. Sahroyi Kabiradan olib keldim. Yaxshi geldin. Keldim. Güzel. Qani, yuringlar. Qani, kelinglar. Xush kelibsizlar. Kelinglar. Ya, Azik nima bo'ldi? Azik nima bo'ldi? Hozir isib ketasizlar. Qani, kiringlar. Biroz isitma qilib Qani, kelinglar. Ağabek, gel. Qani kelinglar. Anaqani ko'tarib qo'yishim ham mumkin, lekin isitkichimni. Qani. Nima bo'ldi? Bemalol. Yaxshi yetib kelib oldinglarmi? mazasi yo'q ekan. Azik Fayz, mana bu Azik Fayzul Life. Mana bu Alim Nishon. Mana bu Og'abek. Bu bizni Ozarbayjonli Gaga. Alimbek. Alimjon. Hurmatli obunachilar, tushamiz hozir. Hurmatli obunachilar, mana yigitlar bilan hammamiz nima deydi, daydishga ketdik. Yana Porloq yo'li savxoziga keldik. Kecha dam olishdi. Eng asosiysi Azamat mana yaxshi bo'lib qoldi. Tuzaldi. Kecha isitma qildimda biroz ko'rpalar uraverdim shunga. To'xtadim. Gaga, sen nechasan? Shukr, yaxshi. Yorulmadinmi? Yo'q, deymiz. Понимарка dümdüz ya. Hiçbir şey yok. Göremediği kadar dümdüz. Ob-havolar ajoyib, zakaznoy. Lekin boru. Mana bolalar, короче, o'zi bilan quyosh ko'tarib keldi bizga tomonga mana. Sog' olasın Gaga. Daniyaning ser quyoshini. Ser quyosh chuqur o'lkan bo'lib ketdi Daniya boru. Bulut bosib, nima bo'lib yotardi. Yomg'ir yog'ib yotdi har kuni. Mana bolalar keldi, zakaznoy, Xudo degan odamimizda bu yerda Xudoni suygan bandalar turibdi hammasi. O'rtoqlar, mana bu hammasi Xudoni suygan bandalari. Bizda tili mana ob-havoni berib qo'ydik. Biz hozir Romo degan haligi plyajniy zona bor, dengiz, Shimoliy dengizni shundoq yonginasida shaharcha kichkina. Bu yerga asosan o'sha turistlar, mana bu Germaniya, Gollandiya, u yoqdan kelib, butun ana haftalab vacationlar olgan paytdan mashinalar orqasiga uychalari bor mashinalar bilan kelib mana shu dengizga qo'yib yotib dam olishadi-da. Mana shunaqa joy, shu yerga keldik mana. O'rtoqlar bilan. Parkovkamiz besplatniy. Shu yaxshi mana. Qani endi hozir nimaga qarab, yurib borib o'sha dengiz bo'yiga tushamiz. O'rtoqlar, qani? Havo lekin qoyil. Vashshi zakaznoy bo'lib turibdi, havolar qarang. Ana quyosh qara, quyosh. Va ko'rib ko'ngillarim ochilib ketyapti bu quyoshni ko'rib. Ona suygan bandalari. Ana shunaqa bo'ladi. Vallahi. Siz achki deysiz, men butun dokument, karta hamma narsam qoldirib ketdim-a. Va afshi hozir chatoqda bu. Endi tushuntirsa bo'ladi-yu, olib kelib beraman hozir uydan deb. Endi uyga borish uchun 30 kilometr yana yurish kerakmi?
Vashi xayolimga keldi. Bu yaxshi emas bu. Hujjatsiz, mana bu kartalarsiz, mana bu IDlarsiz, pasportsiz yurish umuman yaxshi emas. Povod bo'ladi-da. Politsiyaga. Ha, bemalol chiqib keturibman-da. Shu. To'ramiz aka, mana ID kartam 2 kishiga edi. To'rtta hujjat bor. Qanday hammamizni yetadi? ID kartam bor, 2 kishiga o'tadi dedi. Xo'p, ketdikmi? Ketdik. O oshga kelgan odamlarga o'xshab turibsizlar. Hassakashlarga o'xshab. Gaga harda gaga. Araba, ha. Olimboy. Bu Mana Shimoliy dengizga keldik. Havo nima desak bo'ladi? Qaysi taraf bilan ta'riflasak bo'ladi? tarafi yo'q, bir Tarifi yo'q. Shunaqa, mana bu dengizdan shunaqa bir dengiz havosi bizga qarab ufurib turibdi. Mana bu mavjlanishi, ovozi. Hozir endi cho'milish sezoni bo'lmasa ham, lekin odamlar ko'p. Ana mashinalarni olib kelib qo'yib, kofelarni damlab qo'yib, mana bunaqa ikki etaj mashinalarda maza qilishyapti odamlar. Chunki bularda oftob chiqsa, bu bayram hisoblanadi. Oftobni bori bayram, o'sha kuni hamma ishni yig'ishtirib tashlab, bular ketadi mana shunaqa joy. Asosan bu yerda o'sha Germaniyadan, Gollandiyadan, o'sha yon atrofdan kelgan odamlar ko'p. Mana bu narsa, bu shunda nafas olishingiz o'zi uncha-muncha tabletkadan ko'ra foydasi, uncha-muncha dori-darmondan ko'ra foydasi. Mana siz masalan shamollab qoldingizmi, mashinada nafas oling bo'ldi, sizga shifoda shu. Qaniyati shifo. Endi bu yerda men hammasi Yevropada yurgan bolalar bular. Bularga men endi Yevropani xususiyatlari, boshqalari, shaharlari, bir nimalarni tushuntirib o'tirishim umuman hojati yo'q. Lekin mana bu dengiz, mana bu tabiat, bu o'zim maza qilaman. Shuning uchun birinchi bo'lib ketdik dedim, dengizga boramiz deb bularni bu yoqda tavsiya qilib olib kelganim sababi shu. Mana to'lqinlar mavjlanib turibdi. Mavjlanishini qarang. Odam asablari dam oladi. Asabingiz dam oladi. Ha, mana Dilnur og'a bor. Tualet bormi? Alimjon, Og'abek, Azamatjon. Yo'q, vaqtimiz bemalol. Mash bola bor-ku. Mash bolani to'g'risida ikki og'iz gapirib qo'ying. Og'abek. Men bu bola bilan internet orqali tanishganman. Ko'rmagan edim. O'sha telefon orqali aka Yevropaga bir yo'l yo'riq ko'rsatib yuboring degan paytda endi sekin boshlaganmiz. O'sha paytda bu Toshkentda anaqa qilib yurardi, dastavkada ishlab yurardi velosipedda. Shu bilan harakatni boshladik, undan keyin ko'rishdik san bilan Toshkentda bir marta. Oqtepa lavashda uchrashib ko'rishib, o'shanda bir harakatni boshladik. Aka degan. Men degan olaman deydi. Bu ruschani ham bilmas edi-da. Olaman vizani degan. Men olaman любой ishni eplab ketaman degan. Men borsam bo'ldi degan. Mana shu harakat bilan boshladi. Mana bugun Germaniyada nima deydi? Normalniy o'ziga yarasha nufuzga ega bo'lgan ekspertlar bilan shug'ullanadigan metall konstruksiya zavodida bugun nima deydi? Svarshik, Payvandchi. ya'ni payvandchi bo'lib, o'sha mutaxassis bo'lib ishlab yuribdi. O'zi bu holatga kelguncha ham Polshaga kelgandan keyin srazan boshqalarga o'xshab, pul topiy, hozir topiy emas, men o'qiyman dedi, pul xarajat qilib, o'sha sertifikatini oldi Polshada. Aynan shu svarshik degan, Yevropeyskiy standartga o'tadigan sertifikatni olib, bo'lsa svarshik emas-ku bu. Bu dastavshik edi. Mana ya'ni harakatda barakat. Harakat qilgan odam, intilgan odam olaman dedi, bir marta yiqildi,
ololmadi viza, chunki o'sha paytda bir holalar yuz berib qoldi. Lekin keyingisiga yana topshirib, yana chaqirgan paytda borib vizasini olib ketdi, Polshaga keldi. 1 yil u yoq bu yog'i bilan Polshada mana tajriba orttirdi. Mana bugun endi Germaniyaga kelib ishlab yuribdi. Ertaga yana haqqa borib ishlaydi, endi Xudo poshsho. Shuning uchun harakat qilish kerak. O'zi uchun mana hozirda ya'ni hammamiz ham aytamiz, mushkulliklarimiz ko'p, qiyinchiliklarimiz ko'p. Shuning uchun yuribmiz. Agar o'zimizda o'sha pullarni topish imkoni bo'lganda hech yoqqa borish hojat. Men doim aytaman hammaga. Nech pul topasan? Sani puling qiziqmas, prosta men solishtirmoqchiman. Ha, mana shuncha pul topaman. Kema deyman. Kema o'sha yerda mazani qilib O'zbekistonda, vatanda yur, ishla deyman. Yaxshi pul topar ekansan deyman. Lekin o'sha imkoni bo'lmaganlarga bu imkoniyat. To'g'ri, butun boshli yechimni qilib bermaydi-yu. Baribir bu vatanga qaytish bor, lekin imkoniyat o'sha holatni o'nglab olish uchun. Mana shunaqa yigitlardan bittasi Og'abek mana bugun yoraman dedi, yoribdi. Qilyapti, ishlayapti. Yaxshi, o'ziga yarasha ish qilib, o'zini u yoq bu yog'ini to'g'rilab oladigan pulini topib yuribdi begona yurtlarda. Mana hozirda polak tilida, hozir mana sekin nemis tilini o'rganyapti. Ya'ni harakatda faqat ish emas, til o'rganish bilan ham shug'ullan. Mana bugun hozir mendan yaxshi gaplashadi polakchada. Men hali Daniyada yuribman, polakchani esimda ham yo'q o'zi. Shuning uchun harakat qilgan odamda menimcha har nolib, yig'lab o'tirgan bilan foyda yo'q. Nolib, yig'lab, bo'lmayapti, davlat unaqa, bu bunaqa, to'g'ri, kamchiliklar ko'p. Uni o'z vaqtida tanqid qilyapmiz, lekin o'zi uchun harakat qilgan odam, Hirotga borib bo'lsa ham kunini ko'radi, imkonini qiladi. Ana dunyoni nargi, Shimoliy dengiz bu. Endi kartadan ochib ko'ring Shimoliy dengiz xattaligini. Xorazmdan kelib Shimoliy dengizda yuribdi hozirda, misol uchun. Ya'ni insonni qadam bosmagan joyi yo'q. Bossa bo'ladi. Harakat qilish kerak. O'zi topyapti, o'zi aylanyapti, oilasini eplayapti, boshqa mana shularni hammasi ham hayotni bir nima deydi, o'ziga yarasha bir gashti. Salomat bo'linglar o'rtoq. Gap yo'q. Olimboy mana nima deydi? Buni nima deb ataladi? Mangal. Yoki izgara. Mangal fest, izgara turkchada-yu. Mangal festni boshlavardik. Bir festmi? Oktoberfest. Oktoberfest. Yakraz oktyabrda. Hop, mana bu joyda biz mana bunaqa dinozavrlar davridan qolgan nimani topib oldik. To'g'ri aytdingiz onda. Bizda anaqa shashlik pishiradigan, mangal pishiradigan narsa yo'q edi. Men buni xullas qayerdandir topib keldim. Vikinglar ishlatgan oxirgi 4000 yil oldin. 4000 yil oldin vikinglar ishlatgan buni. Bunda g'ildiraklari ham bor eng asosiysi. Yuradi o'zi. Toshdan yasalgan balon. Mana zanglab ketgan bo'lsa ham habitlar chirib ham tushgan bor. Xullas o'sha oxirgi vikinglar ishlatgan mangalni topib oldik. Mayli yo'qdan ko'ra. Gap bu jihozda emas-da, gap mana bu yerda. Albatta. Gap oshpazda. Gap oshpazda. Qo'ldan kelgancha. Yaxshi chiqayotganga o'xshayapti. Yomon emas. Mana azamat tuflagich. Mana bu odam hozir Og'abek. Assalomu alaykum. Salatlar bo'yicha mutaxassis. Denizga xullas nimalar dam olishimiz davom etyapti. O'rtoqlar. Ish qilib mayli yo'q joydan yo'q narsalar bo'lsa ham o'shandan yo'qdan bor qilib mana bu narsalarni topib amallab bu ham sinib yotgan ekan. bir vaqtlar vikinglar Amallab bir turg'iz qo'ydik bir amallab. Tushib ketmasa bo'ldi. Mana bunaqa o'zimizdan qo'l bola qilib mana bunaqa narsalar yasab oldik. Mana bu gaz ichida qo'yiladigan narsalarni qo'yib oldik, mana temirlarni. Ish qilib, lekin yomon chiqmayapti ko'rinishidan. Mazasini hali yana totamiz. Asosiy, если что, aybdor mana. Bor tanqid toshlaring. Shu adresga. Ben yerime otur buraya gel. Hamma malomat toshi menga bo'larganda. Agar yaxshi bo'lsa rahmat. Nimalar, olqishlar. Qoyili, gap yo'q.
mayli ish qilib. Eng qizig'i siz bu fermadagi go'shingiz zo'r pishyapti. To'g'ridan ko'ra bu fermadagi go'sht cho'tga pishyapti. Mol go'shtimi? Ha, mol go'shti cho'tga pishyapti uni qarang. Xullas, mana o'rtoqlar bilan bugun ertalabdan turib, sahardan joy Sahar soat 10 organizatsiya qilib yubordik. Maza qilib. Chunki shashlik unchalik niyatimiz yo'q edi-yu, shashlik. Unaqa planda ham yo'q edi, to'g'rimi? Osh qilamiz, ish qilib qozon kabob qilamiz, bir nimalar qilamiz deb shu bilan chegaralanmoqchi edik. Yo, davay shashlik qilamiz deb kecha bir nima fikr kelib qoldi. Endi ana shampuralar yo'q, sixlar yo'q. O'shaning uchun iloji yo'q, mana bunaqa narsa yasadik. Yo'dam temir tirziklarni topib chiqib metallomdan. lekin yomon emas. Men bilaman shu mana shunaqa mana shu harakatlarda ham o'zimizga kulgi ham shu bilan birgalikda mana bu taomimiz ham yomon pishadi deb o'ylamayman. Ajoyib bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda nabarot ajoyib bo'ladi. Ammo to'g'risi, sigirni o'zi rozichilik bilan bergan go'sht ekan ammo. Yelinmasa bu. To'q go'shim pishmayapti. Bu sigiringiz go'shi pishib bo'ldi aka. Bo'lmasa birinchi sizlar qo'yganda. Ikkinchi kuzok qani? Bu yoqda bu. Shunaqa. Danimarkada da shashlik yapmak nasip oldu. Ama bunu biz alimle sabahleyin erken kalkıp şunu elden yaptık. Helal olsun. Evet. Oradan buradan bulduk bunu. Bu dinozavrlar döneminden kalan şey. Vikingler döneminden kalan şey bu. Hadi tabak get. Lekin quyoshga gap yo'q. Ertadan уже bo'ldi, tugaydi bu quyosh. Aniq. Yo'q, bitta narsada zamin firma hozir bor ekan. O'rniga. Ko'pchilikka bu quyosh deyilishi erish tuyulishi mumkin. Ha. Bu shunaqa mintaqa haftalab yomg'ir yog'adi. Oylab quyosh chiqmaydigan joyda. Bir vaqt kelib qolsa, mana men shunaqaroq joyda yashayman men ham. 2 hafta tinimsiz yomg'ir yog'di. Endi quyib emas, mayda yog'adi. Odam masofaga tegadigan, izoradigan yomg'ir. Shuning uchun odamlar picha depressiyada yuradi, quyosh ko'rmaganidan. Vitamin D yetishmaydi. Vitamin D yetishmaydi. Ana shuning uchun ham quyosh 2 kun uzluksiz bo'lishi kak lotereyada yutganday gapda bu yerda. Ayniqsa dam olish mana shunaqa. Ayniqsa dam olishlaydi. Bu o'zimizga shu. Men yashayotgan hudud dalalar, bu daraxtzorlar shu. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kelib turinglar, shu yerdamiz. Salomatlik. Rahmat. Görüşmek üzere gaga. İnşallah görüşürüz. Norveç mi ya da Şveçya'da mı görüşürük? İnşallah. Gelirsiniz buradan geçerik ora. Gelirsiniz buraya, buradan geçerik ora. İnşallah. Geleceğiz İnşallah. buraya.